Assalomu alaykum. Albatta, Bunyodkor jamoasini g'alaba bilan tabriklayman. Albatta, biz muxlislarga ham kelgani uchun, qo'llab-quvvatlagani uchun rahmat aytaman. Albatta, qiyin uchrashuv bo'ldi, bilmadim. Albatta, boshladik, yaxshi gol urdik va ro'zi bu o'yin ketayotgandi. Bitta moment tepildi, xato bo'ldi, gol bo'ldi. Ikkinchi moment hisoblanmadi. Ikkinchi momentdan xuddi shunaqa qanaqadir xatolarga yo'l qo'ydik. O'shaning uchun bilmadim, qanaqadir непонятный o'yin bo'ldi. Qaysi ma'noda ro'zi harakat qildik, lekin Bunyodkor o'sha onda-sonda borgan joyda gol urib g'alabani qo'lga kiritdi. Qaraymiz, kamchiliklarni ham, xatolarni ham ko'ramiz, lekin umuman olganda albatta savollar ko'p futbolchilarga ham, ayrim futbolchilarga, chunki o'zini kuchli tarafini ko'rsata olmadi bugun. O'shaning uchun qaraymiz, razbiram alamli. O'ylaymanki, o'tgan o'yin ham bu ham qaraymiz, harakat qilamiz, analiz qilamiz, lekin ayniqsa liderlardan albatta ko'proq kutishimiz kerak, futbolchilarimizdan. Buni ham ko'rib turibmiz. Lekin biz ham maksimalni harakat qilishga harakat qilyapmiz, lekin baribir ayrim futbolchilarga savollar ko'p. Menimcha birinchi golda ham, ikkinchi golda ham bu o'ylaymanki, bunaqa oson epizodlarda unaqa biz gol qo'ya olmasimiz kerak. Birinchi epizodda ham menimcha Varatar boshqa harakat qilsa bo'ladi. Dabivaniyani ham ulgurmadi. Ikkinchi epizodda ham uzoqdan batdan diagonal ketyapti, Zashni ham nimani ko'ryapti. Tezroq harakat qilsa bo'lardi-da. Datta deyman, tspochka, o'shaning uchun biz oddiy golga qo'yib yuborganimga o'shanga jahlim chiqyapti. Biz albatta harakat qildik, lekin bizga bunaqa oddiy epizodlarda berishmadi komanda. Biz berdik, shu albatta. O'shaning uchun qaraymiz, savollar ko'p bolalarga. Tashlanmadi. Biz prinsipi birinchisini boshda urdik, o'yin ham bizning qo'limizda edi. Bitta длинный uzatma ketdi flankdan, hatto bitta tepildi. Qanaqadir aytolman, epizod xato bilan gol kirsa albatta qanaqadir ta'sir qiladi balki bolalarga, balki bilmadim. Ro'zi harakat qildik, ayrim epizodlarda menimcha dadilroq harakat qilsak bo'ladi. Himoyachilarga ham, darvozabonga ham savollar. O'shaning uchun umuman kartinkani olsalaring, bilmayapman qanaqa biz hozir ikkita golni qo'yib yubordik, chunki u epizodlarda biz osonroq o'ynasak bo'lardi. Endi prinsip rotatsiya ham albatta har xil rotatsiya bor. Kimdir ozgina o'zini Ruslan ham допустим, oldin 2-3 kun oldin o'zini belda problemasi bor edi, o'shanga ozgina asradik. Ikkinchi bo'lim tushasan dedik. Kimdir charchagan, kimdir qanaqadir mikrotravmalar bor, o'sha bilan rotatsiya bo'ladi. Birinchi Shohmalik ham yaxshi chiqdi, yaxshi o'ynadi, gol urdi ham. Bir epizodda yiqilgandan keyin ozgina o'zini yaxshi his qilmayotgani uchun va albatta o'sha svejiy o'yinchilar tashladim, chunki o'sha epizodda jarohat olgan epizoddan keyin qayerdadir Shohmalik o'yinda yo'qolib qoldi. Shuning uchun asvejit qildik, prinsipi Vayna chiqdi, u ham yaxshi chiqdi, Ruslan ham, Jiyanov ham yaxshi chiqdi. Aytayman, kimdir qaysidir epizodda yaxshi o'ynadi, kimdir o'sha epizodda o'yinda yo'q edi. Savollar ko'p, nimagadir epizod bo'ldi. Ne знаю, qarayman men. O'shaning uchun men просто nafaqat umuman kartinkani понятно, harakat qilishdi qayerdadir baribir o'yinlar ketma-ketligi, baribir qanaqadir charchoq alomatlari bor ayrim futbolchilar, chunki zaminasidan bor futbolchilarimiz. Lekin men o'sha gollardagi epizodlarda biz xato qilganimiz o'sha meni ozgina asabimni chiqardi. Ziq himoyani qanaqa, yo individualni o'tasan yoki o'sha qanaqadir ishlamlar orqali uni unaqa oson o'talmaysan. Agar raqibni xatoga undalashing kerak, uni to'p tezda yurish kerak yoki qayerdadir individual harakatlar qilishing kerak. O'shanda albatta epizodlar va tepish kerak, imkoniyatni topish kerak. Bugun ham balkim tepadigan joyda ham yana ozgina pas o'ynadik. Shuning uchun bu faqat bizni anaqamiz va butun dunyoda qiyin. Agar yorib o'tish, agar yaxshi himoyalansa, himoya uni faqat
xato qilsa o'shanda gol bo'ladi.